Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Made in Germaniya. Mana KTM Ramani metali temir. Oldi savatlar, zvanoglar, 7 ta skorost bilan jihozlangan. Mana 7 ta skorost. Shimano mana Nexus Shimano apparat. Oyoq tormozi bor. Egar amortizatorlari bor. Alyumin pedallar. Oldi generator mana Nexus Shimano. Balonlar holati ideal holatda. Oldi orqa qo'l tormozlari bor. Oldi generatorga oldi orqa faralar yonadi. Qanotlarimiz plasmas. İçi alyumin bo'ladi, buni sirti plasmas bo'ladi. O'ta baquvvat qanotlar. Diskalarimiz mana dur alyumin 2 qavatlik, pistonlik. Atrajatorlarimiz ichi o'ziniki radnoy, 100% radnoy holatda. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldi faralar, qo'l tormozlar ham vakuumli. Uslenli ishlangan, juda baquvvat, mo'shni ushlaydi. Gidravlikalari bor. Kraska holatlari ham o'ta ideal holatda. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosiped kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.